Hammaga salom do'stlar. Bugungi videoda bildiribdi 0 balans bilan uch chiqaramiz. Qani bo'lmasam ketdik. Bola, bu men Telegram kanalim. Bu yoqda nima qilaman desanglar, bu yoqda har xil promokodlar tashlab boraman. Bu yoqda konkursdan bo'lib qatnashib qo'yinglar. Kanal silkasi YouTube kanal biosida turibdi yoki shu QR kodni skanerlab kanalga o'tib olishingiz mumkin. Mana bola bildirib saytiga ham kirib oldik. Balansimizda 0 endi keyslar ochib balansimizni ko'tarib. Hop, mana promokod olingan keysni topib olishimiz kerak. Birinchi navbatda Jojo keys promokodini olgan edim. Endi o'sha Jojo keys promokodini ochish kerak. Qani endi u promokod pastroqda edi shekilli. Ha, pastda ekan. Bulardan pastda hali mana bitta promokod olingan. Pastroqda bo'lishi kerak Jojo keysi va mana Jojo keysi. Qani bitta ochib ko'ramiz yuqori xavf bilan. Mana shu kiyimdan tushsam, yo 15 lik ekan, bo'lmaydi. Bitta 1000 dan ko'pi bo'lsam zo'r bo'lardi. Qani yuqori xavf bilan bitta ochib ko'raylikchi. Nima tushar ekan? Voy, 100 yaxshi emas. Endi boyaga keysga o'tamiz. Hop, endi sal teparoqda edi. Yana mana shu yerda bo'lish kerak menimcha. Yo'q-ku. Yana ham tepada bo'lish kerak. Mana tumanli port. Hop, bundan ham yuqori xavf bilan bitta ochib ko'ramiz. Graza tushib bersam, oy. Qani ketdi. Necha yuzlik narsa tushar ekan? Mana shu 119. Yaxshi bo'ladi. Yaxshi. Endi balans ko'taramiz. Balansimizda 246 balans bo'ldi. Jami 150-200 lik balans to'pladik 0 balans bilan. Endi qaysi keys ochsak ekan? Kelinglar bitta sapyor o'ynab ko'ramiz. Qani yaxshi bo'larmikin yoki minus berarmikin? 1.9 ekanmiz. Yo'q, nega 1 bo'lib qoldi? 1.9 qo'yib 1.9 qo'yildi. Endi bosamiz. Hop. Yaxshi, yana bitta bo'ladi, olamiz. Kelinglar endi bitta keyskiga o'tkazib, keys ochib ko'ramiz. Qani yaxshi berarmikin yo'qmi? Birinchi damlamadan bitta ochib ko'raylik yani. Yuqori xavf bilan. Hop. Yaxshi. Qani bitta ochib ko'raylik. Akim tushib bersam, zo'r bo'lardi. Voy, 4000 lik tushdi. Bu yaxshi emas. Bu keysdan chiqamiz. Yaxshi emas bu keys. Minus berdi. So'nggi kelishuvdan bitta ochib ko'ramizmi? Davay. Hop. O'rtacha xavf bilan bitta. Shundan tushmasa bo'ldi. Voy, yana 4000 lik, yana minusdamiz. Hop, endi bu keysdan ham chiqamiz. Endi qaysi keysni ochsak bo'ladi? Kommentariyaga yozib qoldiring. Shundan bitta ochib ko'ramizmi? Voy, balans yetmas ekan. Hop. Destrike. Yo'q. Qaysi keysni ochishimizni albatta kommentariyaga yozib qoldiring. Qaysi hafta ochishimizni ham yozib qoldirishingiz shart. Hop. Bularga balans yetadi, lekin bularga minus beradi. Yaxshi emas bu keyslar. Qaysi keysni ochsak bo'ladi? Hop. Shaxsiy kabinetga o'tib mana akimni sotib yuboramiz. Ijami mana shu yer keysdan bitta ochib ko'raylik qani. Bitta yuqori xavf bilan ketdi.
ochamiz. Taglaki bo'ladi. Qani bitta ikkitali ochamiz. Ket. Hop, nima tushirgina. Yaxshi, bagi tushib berdi. Yaxshi, 2552 tushdi. Normalni. Hop, yana ikkitali ochib ko'ramiz qani. Hop, menimcha yaxshi tushmaydi-yu, chunki yaxshi. Yana minusdamiz. Hop, yana bitta ikkitali ochamiz. 3 tali, ikkitali qilib bitta 10 tali qo'yamiz. Keyin ikkitali bitta bosamiz. Qani, yaxshi tushamiz-ku. Taktikada bu endi. Yaxshi, 2200 yil zo'r. Hop, yana 10 tali. Bittali, ikkitali ketdi. Yana bunda yaxshi tushmadi-yu. Qani bo'ladi. 2 minusdan 3 tali, 2 tali, 10 tali. 2 tali qilib bitta ketdi. Yer ham yaxshi berar ekanli. Yana minusdan. Mana bola hozir yana balansimizga 2000 so'm tashladik. Endi 100 yillarni chiqarib olamiz. To'ldirishga bosamiz, chiqarib olishni tanlaymiz. Bu yerga o'z ID'mizni yozamiz. 52 21 49 27 160. Hop, mana ID to'g'ri. 98. Qo'yib solamiz va 100 chiqarib olishga bosamiz. Mana 100 kabinetga o'tdi. Mana R2 bololnikim ham turibdi. Endi yana bitta 100 chiqarib olsa, yana 60 chiqarib olamiz. Mana shaxsiy kabinetga o'tib, menyudan shaxsiy kabinetga o'tib, PUBG'ni chiqarib olishga o'tamiz. Mana hozirgi ikkita o'z ID'imda turibdi, qolganlari 7712 bilan ishlatilgan. Mana shu ID'dagi ishlatilmagan. Bu 100 yillar sizlar yutib olishingiz mumkin. Sharti kanalga obuna bo'lib, videoga like bosasizlar va kommentariyaga o'z ID'ingizni yozib qo'ying. Keyingi videoda g'olibni aniqlaymiz.